Anton Ferri eng nashumevshi robotlardan bittasi, mana shu g'ildirak robot. Narxi $110,000 ekan. Bu ko'p narsalar qiladi. Asosan politsiyalarga yordam beradi, dengizdan ham suzib o'tadi, gapiradi. Uyda ham xizmatlar qilishi mumkin. Kubrovda mana misol uchun hozir ketimdan ham yurishi mumkin. Hozirda chaqirsa keladi mana. Mana kelyapti. Ko'rasizda? Boshqa pavilyondagi robotlardan ko'ra ko'proq mana mashina kuzatishyapti. Mana bu yoqqa mana u yoqqa aylanib, odam ko'zini ham eslab qoladi bemalol. Mana bu yoqqa ham yurishi mumkin, orqaga yuradi mana. Orqaga yuradi. What is the highest speed? 50 kilometrga bosar ekan tezligi, 50 kilometr. Keyin bu yana o'zidan to'r otar ekan, o'sha qochayotgan odamni ushlab qolishi, to'r otish nimasi ham bor ekan. Ham bu yerdagi videolarda ko'rsatilyapti, mana odamlar qochyapti-da, misol uchun. O'g'rilar kirib keldi, o'sha maydonga bu quvlab yetib olib, mana bitta uradi. Ana. Eng qizig'i bu odamlarni o'sha shuni ham ishlatiladi, qo'llaniladi. Hoppa, ana to'r otdi. Faqat foydali video bo'lsa, qizartirib qo'yasiz, kommentariyga yozib qo'yasiz, sog' bo'linglar.